Shavval oyida 6 kun roza tutgan kishiga umr bo'yi roza tutganning savobi bo'ldi degan so'zning asosi bormi? Javob: Alloh taolo bunday deydi: "Man jaa bil hasanati falahu khayrun minha." Kim Allohning dargohiga bir yaxshilikni elib kelsa, texmo yaxshisiga erishadi. Qasas surasining 84-oyatimi o'xshash ma'noni ifodalaydi. Alloh taolo bu oyatlardagi texmo yaxshisini bayon qilib bunday deydi: "Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha." Kim Allohning dargohiga bir yaxshilikni elib kelsa, elib kelganning 10 hassiga erishadi. Bu oyatning mazmuniga asosan Allohning dargohiga bir oylik ro'zani elib borgan kishi 10 oy roza tutganning savobiga erishadi. Shavval oyida 6 kun roza tutgan kishi 2 oy roza tutganning savobiga erishadi. Ramazon bo'yicha 30 kun, Shavval oyida 6 kun bo'lib jami 36 kun roza tutgan kishining bu rozası Allah'ın dergahida 360 gün, yani bir yıl roza tutgan bilen tang hesaplanıp savab verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin tövendeki hadisimi bu ayetlerdeki ma'ni o'ttirib qo'ydi. Abu Ayyub raziyallohu anhudan rivoyat qilindi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunday degan: kimiki Ramazon rozasini tutib bo'lib, orqasidan Shavval oyida 6 kun roza tutsa, zamonning hammasida roza tutganga o'xshash bo'ldi.